Assalomu alaykum, jigarlar. O'zbekiston uyg'onamiz, xudo xolasa yurishni trend qilamiz. Qarochi akalar, bu yil 10 million bo'lamiz, chunki oddiy bola, oddiy video olib 10 million bo'ldi. Ham jismoniy tarbiya obunachiga erishamiz akalar. Xudo xolasa bitta rivoyatcha aytib bermoqchiman. Rivoyat aytish menga emas, to'g'ri, lekin meni ham esimga tushib qoldi. Men ham odamman, aytishga haqqim bor. Xohlaganimni qilishga haqqim bor akalar. Xullas bir eski zamonlarda bir rivoyat eshitib qolganman yosh katta odamdan, qarochi suv to'xtaydi degan xabar kelgan. Unga hech kim ishonmagan, lekin bitta aqlli odam ishongan, suvni qamrab qo'ygan. Kelganda suv kelgan, uni ichgan odam jinni hisoblangan. Lekin akalar, haligi odam o'zini suvdan ichib ko'chaga chiqmagan. Hali odamlarga aytgan, suvdan ichmanglar, jinni bo'lib qolasizlar. İnsanlar esa haligi odamni ichib olganda, hali aqlli odamni jinniga chiqarib qo'yish. Xulosa o'zinglardan bosamiz hamma bir kishi uchun. Bir kishi hamma